Ko'ryapsiz, hozir klientlar bilan gaplashyapsiz. Hozirgi kunda ko'p odamlar korobka xonadan so'rashyapti-da, ya'ni o'zim vkusimga qarab turib remont qilib olaman deyishyapti. O'shanga kerak bizga cho'tki joyga olib keldilar. Narxi ham zo'r ekan, keyin bitta gapiravering uy to'g'risida. 100% pishgan qishda bitgan. Buni chiroyli qilib, agar misolchi qiziqishga bizga bitirib beringlar, tayyor bo'lganda o'zimiz sotib beramiz chiroyli narxga. Foydali bor. Eshitasizlarmi? Foydali ham bor ekan, bitirib bersanglar o'zimizdan sotib berar ekanmiz. Endi sizlarga polni obzorini qilib beraman. Bu xonadonimiz ko'tarib qo'yilgan, polni g'ishda, pishgan g'ishda qurilgan, ko'rishinglar mumkin. Etotli ekan, tomini ochdi, ikki etajli qilsa ham bo'ladi, ikki sutudan iborat, podvallari bor. Bu yoqda bitta xonasi bor, bitta sanuzeli bor. Yo'ldan kirib kelganimizda o'ng qo'limizda bitta kuxna yoki spalni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hop, chap qo'limizda ham bitta katta zali bor. Zalni ko'rishingiz mumkin. Kamida bir 8 metrli chiqadi. Hop, o'ng tomonimizda bitta katta o'rtancha xona, detskiy yoki spalni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda ham bitta xonasi bor. Qorong'i ekan. Hop, chap tomonimizda bitta xonasi bor. O'zining havolangan joylariga ega. O'rtada bitta sanuzel bo'ladi. Bu xonadonimiz o'sha ikki sutdan qurilgan 5 ta xona. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilib tez baraka qilamiz. Lakasan tushuntiradigan bo'lsa, Toshkent postdan примерно necha kilometr? 5,5 kilometr kirganda tutzor joylashib bu xonadon kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, mana shu pastdagi nomerga telefon qilib tez baraka qilamiz.